kelajakda yaqin oylar ichida Foziljonni mana shu suratdagi boladay qilamiz deb niyat qilyapmiz. Sizlarga yoqdimi, yoqmadimi? Assalomu alaykum, namaste, hammaga rahmat. Men xursand bo'ldim. Agressiya texnikalar yaxshi bo'lyapti. Nasibsan oyoqqa turdim. Men hozir sizlarga buyurib ko'rsataman. Qadrli yurtdoshlar, Foziljonning ashaddiy muxlislari. Kelajakda yaqin oylar ichida Foziljonni mana shu suratdagi bolaga, ya'ni mana shu suratdagi boladay qilamiz deb niyat qilyapmiz. Sizlarga yoqdimi, yoqmadimi? Juda ham chiroyli qilib, inshaalloh Allohning nazaridagi bolaga mana shu qiyofani biz taxmin qilib o'zimizcha, ya'ni biz mana shu holatda chiroyli bola bo'ladi deb niyat qilyapmiz. Albatta bizlarning niyatimizga siz ham qo'shilasizlar degan umiddamiz. Assalomu alaykum yurtdoshlar, assalomu alaykum musofirlar. Sizlar Yarmanov TV kanalini tomosha qilyapsizlar. Sizlar bilan men Yarmanov Shahboz. Qadrli yurtdoshlar, bizlarni, ya'ni biz kanalimizni, ya'ni meni obunachilar bilan birgalikda Yarmanov TV obunachilarini yaxshilik qilishlarimizni agar yanada xohlasangiz mana shu videoga like bosib qo'yib va mana shu kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Yaxshilikni yanada ko'proq qilishga harakat qilamiz. Yanada rivojlantiramiz. Qancha ko'p like bosilsa, qancha ko'p bizada tarmog'imizda, ijtimoiy tarmoqlarimizda ko'proq inson bo'lsa, shuncha ham yaxshi bo'ladi va bir inson mushkulini tezroq, ya'ni oson mushkulini yengishga harakat qilamiz. Xudo xolasa Foziljonni mana shu darajagacha kelishga albatta Alloh taoloning inoyati bilan xalqimizning nazariga tushib, mana shu joylarga kelib, yaxshi bo'lish arafasida turibdi va biz mana shu loyihani, ya'ni yarim finalda turibmiz. Bunday olganda biz birinchi bosqichdagi operatsiyani o'tkazdik. Bu birinchi bosqich operatsiyasi juda ham qiyinchiliklar bilan o'tdi. Foziljon juda ham qiyinchiliklarni boshdan kechirdi. Uni o'zi biladi, onasi biladi, biz bu yerda turib ko'rib turdik, haqiqatdan ham juda ham qiyin bo'ldi. Obunachilar, albatta sizlar duo qilib turinglar hali hamon va ko'pchilik shunday savolni beryaptiki, biz videolarimizni qo'yib boryapmiz, lekin shu savol yana tug'yapti. Ya'ni ko'pchilikda shunaqa savol tug'diryaptiki, Foziljonning yuzi nima uchun o'zgarmagan degan savol berilyapti. Foziljonning yuzi nima uchun o'zgarmagan degan savolga men bittada yana javob beraman. Yana qaytarib o'taman. Foziljonning yuzi o'zgaradigan darajada operatsiya bo'lgani yo'q. Faqat ichki suyaklari qo'yildi. Mana shu oyog'idan kesilib, suyaklari olinib, shu joyiga suyaklari qo'yildi. Mana shu sohasida umuman suyak yo'q edi Foziljonning yuzida. Faqat shu suyaklar qo'yish hisobiga ko'zi ozgina ko'tarildi. Ya'ni chunki qovog'i tepada bo'ladi-ku. Ko'zi ozgina ko'tarildi. Hozir nima uchun ko'zi pastda bo'lishi mumkin-ku degan savol berish mumkin, lekin yuzi shishgan, ya'ni operatsiya bo'lgandan keyin yuz shishib ketadi. Shuni hisobiga hozir tepadan ham shishgani uchun, yonboshdan ham shishgani uchun ko'z yumuq holda turibdi. Shish qaytgandan keyin doktorlarimiz aytayapti, ochiladi deyapti. Erta-indin doktorlarimiz mana shu shishga qarab, ya'ni mana shu ahvoliga qarab qon analizi bugun topshirilgan. Qon analizi chiqqandan keyin qachon Qashqadaryoga, o'sha o'zimizning yurtimizga qaytib ketish uchun javob berishadi. Va ikkinchi bosqich operatsiya, yana aytib ketaman, sentyabr oyida, 6 oydan keyin bo'lishi mumkin. Balkim 3 oydan keyin bo'lishi mumkin. Faqat Foziljonni umuman esdan chiqarib yormanglar. Bu tillo bola, farishta bola, ovozi ham, ovozida qandaydir baribir ovozi ham o'zi ham ko'pchilikni qalbidan joy olgan. Ko'pchilik yaxshi ko'radi. Foziljon umuman tura olmayapti. Foziljon ham obunachilarsiz tura olmayapti. Inshaalloh natijasini ko'rsatamiz sizlar bilan birgalikda. Xudo xolasa duoda bo'lib turinglar. Foziljon uchun yana biz yurtimizga qaytib ketishligimiz uchun surpriz tayyorlab qo'yganmiz. Surprizimiz Foziljonga yoqadi degan umiddamiz va o'sha surprizimizni Foziljonga aytganimiz yo'q, chunki Maxshuhrob aytib qo'ydingizmi yoki? Aytganingizmi? Foziljon bilmaysan surprizni? Bilmaysan? Bilmaydi. Foziljon bilmaydi, shuning uchun Foziljonga sovg'a sifatida
o'sha sovg'ani amalga oshirishimiz uchun kartalarni qo'ygandim-ku. Hozircha to'xtab turinglar, bo'ldi. Kartalarga o'sha summani mana chekkada qo'yib qo'yaman. Mana shu summa yig'ilgan, o'sha istoriyasi bilan bu summada men bu tomonda men akasiga tashab bergan cheklarim turibdi va bu tomonda tushgan summalarni qo'yib qo'yibman. Bemalol ishonch hosil qilib ko'rib olsanglar bo'ladi yoki o'shani tashab bering, Shahboz cheklarini menga tashab bering, yanada sizga ishonch hosil qilmoqchimiz degan insonlar bo'lsa, men o'sha cheklar bilan, istoriyalar bilan hammasini ma'lumotlarni tashab beraman shu kishiga. Hozircha to'xtab turinglar. Agar yana kerak bo'lsa, o'sha sovg'asi uchun yanada nima sizgadir kerak bo'lib qolsa, men sizlarga aytaman. Shu narsaga kerak bo'lib qoldi. Yana shuncha pul zarur bo'lib qoldi deb aytaman. Shuning uchun to'xtab turinglar. Foziljonni ham yanada xursand qilmoqchimiz. Inshaalloh ehsonda bardam bo'lgan barcha insonlarga rahmat aytamiz. Alloh rozi bo'lsin. Ko'pchilik telefon qilishdi, so'rashyapti. Hamma nima desam ekan, ko'p narsa esimdan chiqib ketyapti-da. Hattoki shunaqa insonlar borki, yig'lab tomosha qilyapti. 50 yoshli, 60 yoshli, hattoki yosh insonlar yig'lab telefon qilyapti. Shahbozjon, yig'layapmiz Foziljonga, men jonimni bermoqchiman. Men yuragimni so'rasin beraman, jigarimni so'rasin beraman. Xohlagan jigarimni, organizmimni beraman deyapti-da. Shunaqa insonlar bor ekan. Rahmat, shuncha qayg'urib Foziljon uchun hattoki o'zini qarindoshlaridan ham, hattoki o'zini onasi, otasidan ham nima desam ekan, endi ustun bo'lmaydi, lekin shu darajada xuddi onasidek, otasidek bo'ladigan insonlar bor-da. Shunaqa odamlar borligidan men juda ham xursandman. Mu'min va muslimalarimiz, shunaqa insonlarimiz ko'paysin deb qolamiz. Rahmat aytamiz shularning haqqiga. Moqchivra opa onalari duoda bo'lib turibdi, onasi duoda bo'lib turibdi, buvasi hammasi duoda. Rahmat aytamiz, barchangizdan minnatdormiz. Yarmanov TV obunachilaridan o'zim nomimdan ham sizlarga ming rahmat aytaman. Alloh sizlarni qo'llasin, ajr savobini bersin. 1000 so'm pullaringiz albatta sizlarga 1000 barobar bo'lib milliardlab qaytsin. Rahmat, yaxshilik qilishda inshaalloh davom etamiz va sizlar bilan men va Foziljon bo'ldi. Foziljon xayrlashib qo'ying obunachilar bilan. Hammaga xayr. Hammaga sog' bo'linglar. Hammaga rahmat. Xayr olmasizlar. Omad tilayman, barcha ishlariga omad. Nima niyat qilib ehson qilgan bo'lsanglar, duo qilgan bo'lsanglar, shu bolani so'ragan bo'lsanglar, inshaalloh niyatiga yetaylik. Biz ham niyatimizga yetaylik inshaalloh, so'ragan niyatlarimizga. Alloh taolo asrasin sizlarni va kommentariyaga fikrlarni yozib qoldiramiz. Bola aytdim-ku, kelajakdagi Foziljonning rasmini qo'ydim-ku. Nima deysizlar? Shunaqa bola bo'lsa, yaxshimi yoki undan ham chiroyli bo'lsinmi? Shularni yozib qoldiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshilik qilishda davom etamiz. Alloh rozi bo'lsin, Alloh asrasin sizlarni. Yiqilsam qo'limdan tortguchilar yo'q, ketma deb yo'limni to'sguchilar yo'q. Yiqilsam qo'limdan tortguchilar yo'q, ketma deb yo'limni to'sguchilar yo'q. Aytmasam dardimni sezguchilar yo'q. Ayting qandoq chiday, ne qilay ona? Aytmasam dardimni sezguchilar yo'q. Ayting qandoq chiday, ne qilay ona? Qadrimga yig'ladim, qadrimga ona. Qadrimga yig'ladim, qadrimga ona. Qadrimga yig'ladim, qadrimga ona. Qadrimga